Diqqat qiling, agar sizda ham quyidagi 5 ta belgi bor bo'lsa, bu o'ta og'ir kasallik, Parkinson haqida ma'lumot berishi mumkin. Birinchisi, agar qo'l va oyoqlarda harakatlar sekinlashayotganini sezsangiz. Ikkinchisi, qo'l va oyoq yoki tana qismlarida har xil titrashlar paydo bo'lganini sezsangiz. Uchinchisi, yuzingiz maskabrazniy bo'lib qolsa. Bu nima degani? Yuzingizdagi mimik emotsiyalar yo'qolsa, yuz harakatsiz bo'lib qolsa, kulganda, hayajonlanganda yoki jahlingiz chiqqanda buni emotsiya bilan bildira olmasangiz. To'rtinchisi, agar siz yurganingizda, harakatlanganingizda oyoqlaringiz va qadamlaringiz sekinlashib, kichik qadamlar tashlab yurishni boshlasangiz va beshinchisi, tana mushaklaringizda taranglik sezsangiz. Bu oddiygina bo'lib ko'rilgan belgilar aslida Parkinson kasalligi haqidagi dastlabki belgilar bo'lishi mumkin. Azizlarim, Parkinson kasalligi aynan nevrologik kasalliklar ichida eng jiddiy, davolanishi ham murakkab bo'lgan og'ir kasallik hisoblanadi. Agar siz vaqtida xuddi shu belgilarni sezmasdan yoki sezib turib murojaat qilsangiz va vaqtida davolansangiz, butunlay sog'ayib ketishingiz mumkin. Biz 10 mingdan ortiq og'ir Parkinson holatlarini ham davolashga erishdik. Agar sizda ham xuddi shunday yuqorida sanab o'tilgan belgilar kuzatayotgan bo'lsa, darhol nevropatolog huzuriga shoshiling va professional mutaxassis ko'rigidan o'ting. Parkinson kasalligini oldini oling. Quyida raqamlar qoldiryapman. Siz o'z sog'lig'ingizni va hayotingizni professionallarga ishoning.